Amerikani va shu stроительство bilan lol qoldiradigan yana bitta tarafi, akalar, mana bu most, mana strak bilan o'tib ketamiz. Mostning ustida mana bu etaj qurilgan. Hozir tagini ham ko'rsatib o'taman. Nyu-Yorkdan shu Nyu-Jersiyga o'tish qiyinda, o'zi shu adashib kirib qoldim Nyu-Yorkka. Постоянно probkaga qaranglar. Постоянно probka. 1 soat o'zi orqada probka bilan chiqdim. Просто sizlarga mana bu chiroyni ko'rsatmoqchiman. Bu joydan o'tganlar bormi Amerikada? 1 maylga o'zi biza trassada 1 minut ham ketmaydi-da. Nyu-Yorkka kirsak 1 maylga 10 minut 15 minut ketadi. Bunga qaranglar-da. Trak bilan mana shu joylarga kiraman-ku, yuragimni ushlab kiraman, yuragimni. O joyga tegib ketmasin, mostni bu joyga tegib ketmasin deb. Bunga qaranglar, mana yaqinlashyapmiz. Kam qoldi mana, ozgina qoldi. Nyu-York juda ham opasniy trakchilar uchun deb bilaman-da. Men o'zi umuman Nyu-Yorkka kirmayman. Nyu-Yorkka kirish uchun konkretna xaritani bilish kerak, keyin duxam bo'lish kerak. Adashmasam, yo bu ofis yo odamlar yashaydi, men o'zi aniq bilmayman-ku. Mana qaranglar-da, o'shani ustiga qurilganda bu. To'g'rimi? Shunaqa bo'lyaptimi? Fundamentlarni qayerga qo'ygan ekan, qizig'i. Ko'rdingizlarmi akalar?